Va va maza qilyapman-u. Xo'p. Hammaga salom. Sizlar bilan men Jo'xa. Va mening bugungi videomga xush kelibsiz. Xullas, men bu videoda anchagina ishlar qilaman. Sizlar buni tomosha qilsanglar bo'ldi. Xo'p. Qani nima qilamiz endi? Men uyimni isbos ketibdi. Xo'p. Birinchi o'rinda nima qilsam bo'ladi, mayli. Sunlik hech narsa yo'q. Tashqariga chiqib, ana toza havo, tanga davo. Biroz yuguramizmi? Aytgancha. Hozir mana bu yerdan vagonni olamiz, chunki mer chaqirgandi meni. Bilmayman nimaga chaqirgan. Mana shu yerdan eng tezkor yo'l orqali boramiz. Transportda. Xo'p, mana bu yerda do'kon bor ekan, do'kon ishlayapti. Xo'sh, mana yerdan o'tamiz. To'g'ri mer uyining yoniga kelib qo'yadi bu. Joyoniga emas, mana bu mer uyi. Kimi? Men Jo'xaman, mer, yaxshimisiz, tuzimisiz? Xo'p. Nega chaqirtirgandingiz meni? Senga aytadigan bo'lsam, paving o'tir. Yangi paydo ochilibdi. O'sha yerga borishi kerak. Zoviylar bilan urishishik. Mayli, urishaveraman-u, lekin pul berasanmi? Qayerda o'zi u? Ana bu yerdami? Balki behudadir. Ana bu yerda ko'rdingmi? Ha, bo'pti, pul to'lasa mayli, lekin xo'p, mer bo'pti, men ketdim. Xo'p, do'stlar, mer menga qayerda ekan? Bo'ldi, ko'rdim, arena. O'sha arenada bo'ldi, zombilar bo'lar ekan. Buning ichini ko'rishimiz kerak, albatta, mayli. Hozircha uyga qaytganimiz ma'qulmi yoki ichini ko'ramizmi? Yo'q, ichi dahshatku, lekin torgina. Tor bo'lsa ham zo'r ekan. Mana uskuna i buzib qo'ydim. Bo'ldi, bu yerdan ketganimiz ma'qul bo'ldi. Hamma joyni ko'rdik. Mayli, ketamiz. Tezlashib ketamiz bo'ldi, xullas. Mening mashinam turgan bo'lishi kerak. Ya'ni meniki emas, hammaniki. Xo'p, mana turibdi. Qani olg'a uygacha tez yetib olamiz bu mashina bilan. Xullas, nima qilishimizni istaysizlar? Agar jang qilaymi yoki yo'q, kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar sizlarning fikrlaringiz menga juda ham kerak. Keyingi video qanday bo'lishini ham aytsanglar, albatta bajaraman. Challengelar aytishlar ham mumkin. Xo'p, qani endi biz hozir soatimiz kech bo'lyapti, mayli. Hamma narsani olamiz. Mana shu eng kuchli qilichim, bo'z qilichi. Xo'p, bularni olamiz, kiyamiz. Men full bo'laman hozir. Xo'p, menga ovqat kerak, go'sht. 20 ta yetadi va oltin olmadan esa 10 tagina yetadi. Jo'xa, bo'ldingmi? Ha, hamma narsam tayyor bo'ldi. Hamma narsam tayyor. Bo'lsa yaxshi. Sen jangga tayyorsan. Senga juda ham katta pul to'lashadi hali. Mayli, agar juda ham katta pul to'lasa, men roziman. Mayli, men xayr. Xo'p, kech tushib qolibdi, tezda yetib olishimiz kerak. Mana men keldim, mana hamma narsa tayyorman men. Senga tayyor bo'lsang, sen jangni boshlaysan. Mayli, men ham ketdim urushga. Xo'p, do'stlar, men arenaga yo'l oldim. Men yutaman va kirmasimdan oldin sizlarga bitta gapim bor. Biroz do'stlar, mening kanalimga obuna bo'ling, chunki men yozgacha 100 ta bo'lmoqchiman. Obuna bo'lsanglar menga juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Xo'p, qani olg'a kiramiz. Bag'ina qarang. Tezda kirib olamiz, bo'ldi.
Xo'p, mexanizmni ishga tushiramiz endi. Xo'p, shuni shu yerga qo'ysam bo'ldi. Yo, ana bo'ldi. Ana boshlandi уже. Ana boshlandi. Yo-mayo, zombilarni ko'pligi. Уже bu yerda 64 ta zombi bor kerak edi. Yaxshi, mana yaxshi, zo'r. Yo-mayo. Burchakka sig'ishdi. Yo-mayo. Ko'rganmisizlar? Yo-mayo. Bu yog'ini bo'lgani o'zinglar ham bilasizlar. Yaxshilab ko'ringlar oxirigacha. Va nihoyat bo'ldimi? Hammasi bo'ldi. Xo'p, endi deyarli 16-darajaga tushdim. Mana buni o'chirib qo'yamiz mexanizm. Chunki zombilar qolmadi, spam bo'lishdan to'xtashdi va men yutdim bu o'yinda. Xo'p, chiqmasdan oldin sizlarga yana bir og'izgina gapim bor. Xullas, do'stlar, men barchasini sizlar uchun qildim. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar, chunki men tezroq 100 ta bo'lmoqchiman. Qanunda like'larni ayamanglar. Xo'p, men rayoniga va nihoyat kiraman. Yo, salom bajajalar. Xo'p, mayli kirganaman. Yo, mer, salom, yaxshimisan? Ha, yaxshi, lekin pul bermayman. Bermayman deganing nimasi? Axir kelishgandik biz. Puling yo'qmi bu yerda? Axir kelishgandik biz. Mer, unaqa qilmadi endi. Agar pulni bermasang, seni o'ldiraman. Mani bir kunlik ishim yo'q, tushundingmi? Nega Agar seni ishing bo'lmasa, hozir men pulni qayerdan olaman hozir? Bermasang, hozir seni o'ldirishimga to'g'ri keladi. Men bilan o'ynashmagin, tushundingmi? Hozir yoki politsiya chaqiraymi? kimni chaqirsang chaqir, meni hammaga kuchim yetadi. Mana sen hokimni chaqirishdingmi? Mayli, hokimni chaqirgan bo'lsin, lekin hokim seni o'liginglar topadi, tushundingmi? Men o'ynashgan ahvoli shu bo'ladi. Men